يا أيها الذين آمنوا لا تتقوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم مسلمانlar müminlerge nida dersimizin bugünkü kısmısı Allah Subhanahu ve Taala'nın kitabı Ulug Kur'an-ı Kerim'nin 118. ayeti, yani Sure Ali İmran'ın 118. ayeti: Ya eyyühellezine amenu la tettehizu bitaneten min dunikum la ye'lunekum habala veddu ma anittum qad bedetil bagda'u min afwahihim ve ma tuhfi suduruhum ekber qad beyyenna lekumul ayat in kuntum ta'qilun. Ha antum ulai tuhibbunahum ve la yuhibbunakum ve tu'minuna bil kitabi kullih ve iza laqukum qalu amanna ve iza khalaw addu alaykumul anamila minel gayd kul mutu bi gaydikum innallaha alimun bizatis sudur degan mana bu ayet-i kerimede buludu. Bu ayetning oldida Allah Subhanahu ve Taala Yahud, Hristiyan ve münafıklardan ibaret İslam sepinin düşmanlarına aylangan, İslam sepidin başka bir sepni teşkil kılgan cemaatlerinin ahvalini bayan kılgandın kin Allah Subhanahu ve Taala mana bu ayet-i kerime arkalık hem mümin musulmanlarının sepedin bilek septiki mümin musulmanlarının yoludun bilek yoldaki kişilerin ahvalini bayan kılıp bizge Allah Teala ulağa kandak muamele kılış, ulağa bilen kandak alaka kılış hakkında Allah Teala bu ayet-i kerime arkalık yol köksüdür buradarlar. Müslüman cemiyet buluş, cemaat buluş, ya ki devlet buluş süfte bilen, ya ki bir aile buluş süfte bilen, o her xil itikattaki, her xil ikimdeki adamlar bilen birlikte yaşaydı. Ama onun bilen birlikte yaşaş cereyanı da kandak muamele kılımız, kandak alaka kılımız ve ulardan nemi-nemilerge ihtiyat kılımız. Bu hakta Kur'an'ın körsetmesi boyunca iş hareket kılmasak biz çokum ziyan tatimiz ez buradan. Şuna Allah Subhanahu ve Taala mana bu ayette biz müminlerini yana aldığınki dersimizdeki veya ki devamlı özününki muşu nida sidikidek iman sübtimiz ile çağırıp ya eyyühellezine amenu ey bana işengen meni Rabbim de tunugan menin yolumnu yani İslam yolunu menin yolum de tunugan bendelerim de Allah Teala bu yerde çağırdı. İman sübti bilen çağırış birinci her bir insana seni ey insan dünyaya ben ekeldim. Yani ben seni dünyadan epkitime, hesabını ben alıma, senin üstündeki mutlak güç men, canını men bergen iken men, o canını yani ben alıman, senin barca iş hareketlerinin hesabını ben kılıman, bu benim kolumdaki bir kudret. Sen bunun işengen bolsan, bunu itiraf kılgan bolsan,
Bu mening o'ltiraladigan, tirildiraladigan, hisob olalaydigan har bir ish harakatdan xabardor bo'ladigan ekanligimni sen ishinib e'tirof qilgan bo'lsang, deb Allah bunu bayon qilgandan keyin mana bu ishoncha, mana bu iymon sifatninki talablari bor, taqozzolari bor, shartlari bor va uningki qilishga tegishli ishlari bor. Sen mushu iymonning talab taqozzosi bilan yashagin va bu buyruqni ijro qilgin. Ya'ni mening deganimni qilgin, men to'sqinimdan yong'in, men yaxshi deganimni yaxshi degin deb Allah subhanahu va taolo bu iymon sifati bilan bizni bir narsaga buyurmoqchi ya bir narsani to'smoqchi. Demak bu iymon sifati tuvanda chiqqan hukm mayli qilishga tegishli bo'lsin yoki qilmaslikka tegishli bo'lsin. Mayli u bizning manfaatimizga uyg'un kelsin yoki kelmasin, oldi bilan da'voga bağlangan hüküm demektir. Bu iman davasıga, itiqad davasıga, musulmonlik davasıga bağlangan hüküm. Kim bu davani qiladigan, men musulmon degan deydigan, o bununla bağlangan hükümni qilishi kerak deydi Allah Taala. Xuddi bir bemor doktorning qashig'iga borsa, saqiman deb o doktor bemorga dorilarni madorunu içsiz, yani 2 vaqt içsiz, 3 vaqt içsiz, yoki 3 kunlik içsiz, 10 kunlik içsiz desa, o dori ochiq bo'lsin, yoki o bemorga dori yoqsin, yoqmasin, qanday qilish kerak? İçish kerak. Agar o saqiman deydigan cho'qim shu doktorning gapini anglash kerak. Mana bu yerdami men mu'min deydigan bir inson yoki o'zida iymon, islomni da'vo qiladigan, bununla bağlangan tuvandagi hukm sen qiladigan hukm, sen ijro qiladigan hukm deb Alloh taolo buni demoqchi. Yani bu iman sifati bilan Allah subhanahu va taolo chaqirishninki ikkinchi bir ma'nosi bizni bir sharaflantirmoqchi. Mana Rabbim Allah deb hayot yo'lini men Allohdan olaman degan bandalar edi. Allah bu yerda la tattakhizu bitanatan min dunikum. Bizga Allohning bu yerdagi hukmi sizlar o'zinglardan boshqa haqiqiy mu'min musulmondan boshqa mayli munofiq bo'lsin, mayli kafir bo'lsin, mayli yahud bo'lsin, mayli xristiyan bo'lsin, kim bo'lsin, haqiqiy o'zinglardan boshqa kishilar bilan sirdosh do'st bo'lmanglar dedi Alloh taolo. Ular bilan maslahatlashadigan, fikirlashadigan, ba'zi gap so'zlarni deyishadigan, ish qilmoqchi bo'lsanglar, ularning maslahatini ap qiladigan munda bir aloqani sizlar qilmanglar dedi Alloh taolo. Endi qarindoshlar, biz umumiy islom dunyosi bo'lish sifatimiz bilan yoki shuning bir qismisi bo'lgan Uyg'ur musulmonlari bo'lish sifatimiz bilan har bir musulmon o'zining hayotiga bir qarab baqsa, bu oyatning mazmunini bilalaydi. Biz vatanimizda islomning dushmanlari huquqi bilan yoki iqtisodi bilan üstün bo'lganlikdan biz shuning bilan maslahatlashadigan yoki shuning bilan yaqin turish orqali o'zimizning xotirjamlikini qo'g'daydigan bir ish qilmoqchi bo'lsak, shular bilan fikrlashib turib, munda dedi bir yaqinim bor demeningki, şu yaqinimga sasam ishonch qilib mundoq dedi, undoq dedi deb shular bilan aloqa munosabat qilib ishlarimizni shularning fikri bilan, shularning maslahati bilan, shularning yetaklashi bilan qilgan nurg'unlagan ahvolimiz bor. Islom buni chekladi. Islom buningdan to'sdi.
Çünkü insanın fikri bir-biriga o'xshamasa, aqidasi bir-biriga o'xshamasa, g'oyasi bir-biriga o'xshamasa, nishoni bir-biriga o'xshamasa, birdaklik bo'lmasa, cho'qim uningda samimiyat, uningda ixlos, uningda haqiqiy soflik bo'lmaydi. Buningda haqiqiy soflik bo'lmaydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam mushu haqda el-mer'u ala dini halili felyanzur ahadukum amma yukhallil. İnsan özünün qarindishining dini, e'tiqodida buludu. Sizlar kim bilan do'stlaşganliklaringizni, kim bilan qarindosh bo'lganliklaringizni qarab beqinglar deb bayon qilgan. Demak, sen do'stingning fikrini ya qo'llaysa, ya quvvatlaysa, hech bo'lmaganda shuni fikriga ma'qul deb birga moslashib mangasa, inkor qilmaysa, yoki uning fikrini, uning mazhabini, uning qarashini sen xato deysa, e'tirof qilmaysa, ana shu yerda ayrilish, ana shu yerda yo'l parchalanish bo'lib chiqadi. Çünkü insan aralashgan odamning ta'siriga haqiqatan uchraydi aziz qarindoshlar. Bu yerda islom shuning uchun o'zinglardan boshqa min dunikum degan bu yerda o'zinglardan boshqa haqiqiy musulmondan boshqa kishilarni ichkiri do'st, ya'ni sirdishadigan do'st qilmanglar dedi. Bitana degan arab tilida insonningki en bedeniga yakın turadigan kiyimni deymiz, shu xos do'stlardan, yakın do'stlardan qilmanglar deydi. Shu do'st bu hayotda eng muhim narsa. Payg'ambar alayhissalatu vassalam bir hadisida la tusahib illa mu'min va la ya'kul ta'amaka illa taqi. Sen taamını mu'min, muttaqi kishiga yegizgin. Mu'min, muttaqi kishi bilan aralashgan dedi. Bu bir ibodat, bu bir xotirjamlikning yo'li, haqiqiy tinchlikning yo'li. Mana bugun musulmonlar shu tarafdan oldinayotdi, ziyonlarga uchrayotdi. Umumiy islom dunyosi bo'lish va uning bir tamchisi bo'lgan Uyg'ur musulmonlari bo'lish sifatimiz bilan dal biz o'zimizning fikrdosh, sirdosh va maslahatdoshlarimizni uning iymon e'tiqodiga, uning Rabbidan qo'rqadigan haqiqiy taqvoligiga qaramasdan sirdoshqanlikdan bu ziyonni tortyapmiz. Alloh bu yerda bizga uni dedi. Ana bunun sebebini Allah 4 xil sifat bilan bayon qildi. La ya'lunakum khabal. Birincisi, bular sizlarga ziyonkashlik qilishda qo'lidan keladigan imkoniyatni aymaydi dedi. Qanday ziyonkashlik kelsa, u sizlarga shunda ziyonni soladi. Oshkora bo'lsa, oshkora, chunki uning sababi bilan. Yushurun bo'lsa, yushurun, bunda ziyonkashlikni qiladi. Bunun niyeti sizlarning g'alaba qilishinglar, sizlarning xotirjam bo'lishinglar, sizlarning yaxshi kunga erishishinglar uchun emas dedi Alloh. Chunki sizlar bilan o'lining o'ttirisini, ya'ni musulmon, saf musulmon bo'lmaganlarning o'ttirisini bog'laydigan narsa o ya tuqqanchilik bo'ladi, yoki mal iqtisod bo'ladi, yoki manfaat bo'ladi. Mana bu bağlab durdu. Ama bu münasebet en aciz bir münasebet bu. Üzülüdü. Eğer şu menfaat yo'qolgan vaqtda üzülüdü. Tarixda nurg'un islom düşmanlari musulmonlarga ig'ir ziyonkashlik qilgan. Musulmonlar uning aldangan. Vaddu ma anittum dedi Allah. Olar sizlarning jafo mushaqqat chekishinglarni, aziyatga yo'liqishinglarni orzu qiladiganlar ular deydi. Shuning uchun bu bir millat, biz bir millat, bizning ota-onamiz bir, millatimiz bir, vatanimiz bir demasdan siliningmi hem o'ziningmi dushmaniga manfaat nuqtasidan yoki azroq iqtisodni deb yoki ba'zan manfaatni deb qanday qiladi, sotadi ular. Xiyonat qiladi, sizlarga chaqirdi. Dushmanga
setip berdi dep Allah Taala veddu ma'anitum deydi. Ularning niyeti şu. Sizlarni kökletmeslik, sizlarni güllendirmeslik, sizlarni haqiqiy taraqqiy qilg'izmaslik deydi. Musulmonlar mushu islom dunyosi islom dushmanlaridan qachon yo'lini elishga boshlagan vaqtda ularni o'zining ishlariga o'rtaq sherik qilib, ular bilan maslahatlashib, dunyoni boshqarish, siyosatni chiqarish degandek mashlarda ular bilan maslahatlashib, o'rtaq fikrlashib, shular bilan bir o'rin, bir kursida, ya'ni o'ltirib, hammasi barobar shaklda dunyoning ishini tartibga solamiz degandan boshlab mana bu ig'ir ahvolga qilyapti. Allah veddu ma'anittum dedi. Sizlarning davomli jafoda, mushaqqat qilishinglarni arzu qiladi. Qad badatil baghda'u min afwahihim. Mana ularning ig'izidan yurakdagi o'chmanlik chiqibli turadi. Oshkor bo'libli turadi deydi Allah. Yurakdagi o'chmanlik, yurakdagi nafrat o og'zidan chiqib turadi. Va ma tukhfi suduruhum akbar. Niyatidagi yushug'inidan cho'ng. Sizlarga bo'lgan o'chmanlikni ular niyatida yushirdi. Bu haqiqatan cho'ng. Buning fursatini kutib, sharoitini izlab, sizlarga qiladigan ziyonkashlikni nurg'un qitim planlab, atrofda shu muhit, shu havo yoritilganda hech narsaga parvo qilmagan holatda ziyonkashlik qiladi deydi Alloh taolo. Mana biz Uyg'ur musulmonlari o'zimizning tarixini bir o'qisak, bu ahvolni talay qitim uchirtimiz biz. Shunda yaxshi kunlarda biz bilan birga, ammo yomon kun kelganda bizga yomonlik qilgan, dushmanlik qilgan ishni biz bilamiz. Allah subhanahu va taolo oyatning oxirisida qad bayyana lakumul ayat in kuntum taqilun. Biz mana sizlarga bu paketni bayon qilib berdik. Agar sizlar aqlinglar bular bo'lsa, sizlar uni sirdosh do'stga aylantirib olmanglar dedi. Chunki insonning xarakterini, tabiatini, xususiyatini men bilmayman, uni men yaratgan uni. Men dunyoga inson qilgan uni. Unda bo'lgandan keyin men o sening dushmaning, o sana dushmanlik qiladi desam, sen onun düşmanligini ko'rmay, düşmanligini bilmay, ya anda emas, anda demek oylamagan, anda bu ketmez deb ishonsan, sir bersan, onun haqiqiy aralasan seni ziyon uçurtudu deydi. Yine tekrar deyli, biz musulmonlar mana o'zimizdan boshqa haqiqiy sog'lom musulmonlardan boshqa kishilarni o'zimizga sirdosh qildik. Nurg'ulg'anlar shu kofirga ishinib yoki munofiqqa ishinib, yo burunqi manfaat do'stlariga ishinib qanday bo'ldi desa, shu dushmanning qo'liga tushdi. Hatto shu chet ellarga chiqib bo'lgan, xotirjamlik erishib bo'lganlarmi shularning so'ziga ishinib, berib vatanga berib dushmanning qo'lida ig'ir azoblarni chekyapti, dushmanlarning qo'lida yetyapti dedi birodarlar. Endi bu oyatning tushishning sababi Payg'ambar alayhissalatu vassalamning davrida musulmonlar Yahudlar bilan, Xristianlar bilan, mushriklar bilan o'rtada ittifoq, yo qo'shnidochilik, yoki bir ma'lum munosabat sababli bir aloqa qilib turadi. Allah subhanahu va taolo dushmanga davlat siri, jamiyat siri, jamoat siri va ma'lum sirlarni bilish orqali o'ziga ziyon kelishdan agalandirish uchun Alloh taolo mana bu oyatni bizga tushagan qarindoshlar. Demak, endi bu kafir bilan mutlaq aloqa qilmang, munosabat qilmang, kafirlar bilan hech qanday ishda hamkorlashmang deganlik emasmi? Qanday vaqtda hamkorlashqili bo'ladi desa, buning hamkorlashning yo'li Alloh taolo la yanhaakumullohu anillazina lam yuqatilukum fid-din va lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum va tuqsitu ilayhim innalloha yuhibbul muqsitin dedi.
Allah sizlarni la yanhakumullohu anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah sizlarni diningli sabablik urush qilmagan, sizlarni yurtinglardan qo'g'lab chiqarmagan kofirlar bilan yaxshi o'tash, do'st o'tash, inoq o'tashdan to'smaydi. Deb Allah bu oyatda bayon qildi. Ya'ni demak, seni terrorist, radikal, asabiy degandek har xil qalpoqlarni kiygizib, bo'htonlarni otib, seni mush sababdan dushman tutmagan, yaklab chatga qoqmagan, yurtingdan ya'ni uyangdan tat ochib lagerlarga solmagan yoki solg'anlarga yordamlashmagan yoki yurtingdan o'sha dinni qistab, dinni zo'rlab seni yurtdan chiqib ketishga majbur qilmagan bir kofir bu pasa, ya'ni o'zining ishini qiladigan, jinini saqlaydigan, turmushini qamdaydigan bir oddiy bir kofir bo'lsa, mana bu kofir bilan ba'zan muomala, ba'zan aloqalarni qilsang bo'ladi deydi Alloh taolo. Yani onu bilan insoniy aloqa qil, insoniy muomala qil, ammo yuqoridagi 4 xil sifat. O 4 xil sifat ig'izidan onun eskilikka chiqib turadigan, qalbida davomli pilallab turadigan, ma dushmanlarni sirdishadigan ma'no deydi Alloh. Yani madem birli yaşab qolgan bo'lsaqmi, qo'shni bo'lish, bir mahallada yashash, ya urug' tuqqan bo'lish, sabablik birli yaşab qolgan bo'lsaqmi, ammo musulmonlarning sirlarini ularga deydigan yoki o'zimizning sirlarini ularga deb sirdishadigan, do'stlashadigan va ba'zi ishlarda maslahat soladigan maishni Alloh taolo qilmanglar deydi. Çünkü ular işencelik emas. İşencigi yaramaydı deydi Allah Teala. Bunu inip bilishimiz lazım. Şunun için İslam'a düşmanlık yok, Müslüman'a düşmanlık yok. Onun da bir insani ahlak ba, insanlık ba kafir bu qasa, ana o kafir bilen ortak iş qilg'ili bo'ladi. Bizning tariximiz mayli Umar ibn Xattob raziyallohu anhudan boshlab bo'lsin va kimki zamonlig'icha bo'lsin, ba'zi davlatningki huquqlarini mana shunday xristianlar tutgan, ba'zi davlatning huquqlarini dinga o'chmanlik qilmagan odamlar tutgan, bu bor tariximizda. Ammo uni ishonchlik emas. Yana davomli ulardan emin bo'ladigan bir holatda bo'lish lozim deb Alloh taolo bu yerda bayon qildi. Demak biz bugun musulmonlar sirlarimizni shularga deydigan bu ahvol bilan biz mayli dunyo ziyon tortyapmiz biz. Yana Alloh subhanahu va taolo bu oyatning oxirisida nima deydi? Alloh subhanahu va taolo oyatning oxirisida bizga ishorat qilib deydi: "Ha antum ulai tuhibbunahum va la yuhibbunakum." Ey diqqat qilinglar. Kallanglarni silkinglar. Sizlar ularni yaxshi ko'rsizlar. Yaqinimizkan, yurtimizdan ya biz uning bilan uzundan biri munosabat qilgan, biz tunishdik, u menga ko'p yaxshiliklarni qilgan, jiq manfaatlarni yetkazgan deb sizlar ularni yaxshi ko'rsizlar deydi Alloh taolo. Bu muhabbat deganda qalbingizda muhabbatga bog'liq. Shu nuqtada maslahatlashasizlar, fikrlashasizlar, o'rtoqlashasizlar. Ammo va la yuhibbunakum, ular sizlarni yaxshi ko'rmaydi deydi. Yani sizlar jamiyatda ustun vaqtlarda, sharoit azodi vaqtlarda sizlardan manfaat og'ilib bo'ladigan chog'larda sizlarning qashinglarda tug'andaq qilgan bilan, ammo tigidan, niyatidan uni sizlarga dushman deydi. Ma'ni bilib qo'ying. İnsanning do'st dushmani onun mashribiga bog'liq. Ya'ni inson qandaq ideyani beshida qabul qilgan bo'lsa, qandaq ong safa bilan tarbiyalangan bo'lsa, o nada yetilgan bo'lsa, dal uning do'st dushmani ashyadan yetilib chiqadi birodarlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda
mana kafirlarningki düşmanligini bizga bayon qilib, latajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu al-yahud. Sen mu'minlarga nisbatan eng qattiq düşman, eng bak düşmanlarni, düşmanlik qiladiganlarni Yahud topisan dedi. Ya'ni Yahudlar eng qattiq düşman dedi. Demek o düşman olsa da. Ama sila ularning düşmanligini bilmezler deydi. Mana biz musulmonlar bugun düşmanimizni tunmaganlikdan, düşmanimizga düşman shaklida muomala qilmaganlikdan, gerçekte hukuk ularning qo'lida, siyosat ularning qo'lida bo'lganlik nuqtasi bilan ularga bir muomala qilib yaqin o'tgandek bo'lsaqmi, ammo davomli uni bir düşman deb tunib, uningdan tadbir elib, onun bilan haqiqiy orliqni saqlab, yashab qilmaganlikning zinini yana biz musulmonlar aynisi bilan o'tyapmiz. Qandaq kunga duch kelgan bo'lsak beshida, yana biz shu kunning o'ziga yana duch kelyapmiz biz. Allah axırda Allah deydi, "Va tu'minuna bil kitabi kullih" deydi. Bu yerda bir nokta basilini eslatay deydi Allah Taala. Sizlar kitapning hammasi kishinisizlar. Tavratqimi, İncilgimi, Zaburgimi, Qur'ongimi ishinisizlar. Ammo ular Hristiyanlar Qur'onga ishonmaydi Tavrat bilan. Yahudlar İncil bilan Qur'oni Karimga ishonmaydi yoki Qur'onga ishonmaydi. Ya'ni ba'zi ishini ba'zi ishonmaydi. Sizlar hammaga ishonisizlar sizlar. Demek şulunun sizlarning kitobingizga ishonmaganlikning o'zi sizlarga bir düşmanlik. Bu düşmanlik nerede? Onun şu imanga kelmaganligi, haqni qabul qilmaganlikning o'zida bir düşmanlikning manbasi bor deydi Alloh taolo. Unda da sizlarning diningizga ishonmagan, sizlarning kitobingizga ishonmagan, uni o'zining hayot dasturi qilmagan ve bunu işensimi ağzıda işendik dep koygan adamlarga qandamı siz sir birsizlar, maslahatlaşırsizlar, ular bilan o'rtaqlashasizlar deydi Alloh taolo. Bugun mana bu oyatga davlatlar, islomiy davlatlar, yoki islomiy jamiyatlar, yoki islomiy harakatlar, yoki musulmon shaxslar hammasi o'zini bir saf qilishi kerak. Biz Müslümanlar başkalarının eriş için emas, başkaları biriş için, başkalarının yetekleşi için emas, başkalarını yetekleş için çıkarılgan ümmet biz. Bizning qo'limizda Allah Subhanahu va Taala her narsani bayon qilgan bir kitob bor. Devlet qandaq vayron bo'ladi, devlet qandaq quriladi, bir jamiyat qandaq ojizlaydi, jamiyat qandaq kuchaydi, inson nereden ziyon tortadi, kimdan ziyon tortadi, kimning dushmanligiga uchraydi, uning xarakteri nima, buning hammani Alloh subhanahu va taolo bir-birlab bayon qilgan aziz birodarlar. Ammo biz mana bu kitobimizda haqiqiy tadqiq qilib turib, haqiqiy kitobning tegiga kirib turib, qanday qilmadik, kitobga amal qilmadik. Biz insonlarga, dunyoga, har narsaga mana bu kitobning nuqtasi bilan qaramadik. Bizning aynikimiz ulug' Qur'on bo'lmadi. Hazrat Rasulullohning sunnati bo'lmadi. İnsanlarga bergan bahoyimiz mushuning bilan bo'lmadi. Neticede biz talay ziyonlarni tortdik. Allah Subhanahu va Taala yana bu düşmanlarning sukutini bizga bayon qilib deydi: "Va iza laqukum qalu amanna" deydi. Agar ular sizlar bilan uchrashib qolsa, ya'ni dasturxonda uchrashsa, ya ayrim bir yerda uchrashsa, yoki sizlar bilan bir so'ringa kelsa, mungdishib qolsa, ular bizmi mu'min deydi. Ya'ni bizmi musulmon, bizmi musulmonning avlodi, bizni bir xizmat qilganlik sababli yoki ishlaganlik sababli dindan chiqaryapman bizni. Bizmi alhamdulillah musulmon deydi. Allah bu yerda shuni eskartmoqchiki,
İslam düşmanları Müslümanlığa ziyankeşlik kılışta, Müslümanlığa eziyet birişte her kandak fırsatını kolundan kaçırmaydı. Hatta bula Müslümanlar imanını dava kılış, Müslüman zatçılıkını dava kılış bilen busu mu Müslümanlığa ziyankeşlik kıldı. Müslüman samimi, sadda, rastçıl bolğanlık üçün onun en aciz noktası iman noktası. Yani demek iman noktası demek Müslüman şu iman davasını kılgan, İslam davasını kılgan adam ki tiz işini do, tiz bağrığı basıdı, tiz onu özünün sepigi katıdı, arızkı alıdı. Ama düşmanlar mana bu imanını özünün ziyankeşlikinin ki kalkını kılıdı. Müslümanın arasında iman davasını kılıp turup kiriş arkalı Müslüman'a ziyankeşlik kılmak özüge işendiriş için. Şunu bu noktadan İslam düşmanları her yetişken mütehassıs derecelik ülmalını çıkaran yani Müslümanlığa akide, iman, din noktasından olanı ziyankeşlik kılış ve olağa her türlü suikastlarını planlaş, Müslümanlarını doğru akideden yandırış için bu noktanı hem kullanılgan. Şunu bunun gibi secgür olmamız lazım. Kim imanın, İslam'ın, dinin davasını kılsa derhal var o degen yaxşı adam bu deb bunu sırlarımızda biladigan işni ve ular bilan ortak planlaydigan işni, ortak maslahatlashadigan ishni qilmaslik lozim. Ko'ryapmiz hozir islom düşmanlari nega bassa yoki nani bassa bir jamiyatni, bu bir islom jamiyati degandek ya bir kitobni bu degan bir musulmonlarning yo'lini degandek binasini chiqirdi. Bunday chiqishning sababi biz islomga o'chamiz, Müslüman'a ölçemez. İslam'ı düşman tutmayız dedi. Ama del düşmanlıkını şu noktadan kıldı. Allah Teala ve izâ halav addu aleykumul enâmile minel gâiz. Mana bunun Müslüman bilen billa boğan vaktideki ahvalını bayan kılgandekin ayrım kalgan vaktideki onun nefreti, ölçümellikini bayan kılıp eğer ola selinin kaşınlıdan ayrılsa ya ki özünün düşmanları, dostlarının kaşığı ayrılsa ya ki selinin kaşınlıdan ayrılıp bilek ya kesse açıktan parmaklarını çişleydi. Ulardaki nefret, Müslüman'a boğan ölçümellik şu kadar ki ola hatta özünün azalarını, özünün parmaklarını çişlep saldığı yerdeyiz burada. Bazı adamlar açık yapıp kalsa parmaklarını çişleydiğin iş var. Allah Teala bu açıklığın, düşmanlıkның ne kadar yukarı pellegi yetkenligini bayan kılıyor. Şuna o sizin davanızda kılganlığı, sizin sepinizde tuğanlığı, men Müslüman elhamdülillah diyenlikiga siz işenmen. Onun hareketiga, ameli hayatıga kalan, tarihiga qarang deydi Allah Teala. Mana biz bunu bilishimiz lazım. Müslümanlar en köp ziyanını İslam kalpıqı bilen oturuğa çıkan, İslam tonunu kiyip turup oturuğa çıkan yerden ziyan tattı. Hatta İslam düşmanları Müslümanların maşı bu noktada aldığını bulunduğunu bilip köp vaktlarda namda İslami cemaat olan, İslami teşkilat olan ya ki ortada görünüşte İslam'ın özü boğan mana bu şundak görünüşlerini oturup çıkarıp anından keyin bu arkalık gayet Müslümanlara ziyankeşlik kıldı. Şunu biz Müslümanlar sirttin kelgen düşmanlıktan içidin kelgen düşmanlık eğir degen bir gap obdan bölümüz bizge içimizden ziyan salıdığan bu düşmanlarının tedbirlerini, mikirlerini hem bilişimiz lazım. Kim ben Müslüman dep kelse onun bağrımızını açmaylı. Bunda sadı bulmaylı. Tarihini sürüştü kılaylı ona.
ve bileyli ki İslam düşmanları İslam'ını yıkış için del İslam kalpakını keygen ve İslami tongu ornuvagan sahtı pezle arkalık ziyan sağallıkını biz yaxşı düşünüşümüz lazım. Bu bugünkü dünya vaziyetleri bolsun, her kanda yerde buludu. Allah deydi bununla kul mutu bi gayzikum Muhammed Aleyhisselam'a ve bizlerge ügütüp çidimisiniz, açıkınız bilen ülümler denle deydi. İslam galip, Müslümanlar galbi kılıdı. Hakikat galbi kılıdı. İslam'ın galbisi, Müslümanların galbisinden korkup İslam'ın özüge kalkan kılıp ama yalğız qalğan yerde gazaplarga düşmanlarga açığınız bilen ülüme. İnnalloha alimun bizat sudur. Hakikaten Allah kalplardaki niyet, maksat, rezil plan, suikast hemmini bilip durdu. Bu Allah Teala'nın digini düşmanın Müslümanğa qandaq xanjarlarni tayyorlayotganligi, nima niyatlarni qilayotganligi, qandaq planlarni tuzayotganligini hamma bilaman. Sizlar qaysirmanglar bu düşmanlardan desa, qarshi tarafdagi düşmanga ey sening jining mening qo'limda, sening kuching mening qudratimning ostidagi kuch, men sening nima niyat qilganligini bilaman deb Allah onun bir tehdit karakterlik ibaretini işletiyor. Yani Allah Teala bunun alametini bayan kılıp in temseskum hasenetun tasu'hum ve in tusibukum seyyiatun yaprahu biha. Düşman kanda vakitte düşmanla tonuğulu buludu dese insanın beşiğin musibet kelgen çağda kaçkan taşlavatkan eğer onunla bir nimet kelse derhal her xil vasıtalarını şifi kılıp biz dost emasmı, tunuş emasmı, yakın emasmı, kırındaş emasmı digenini şifi kılıp onunla birli buluşunu arzu kılıdığın mana bu bunda bir karakterlik insanlar bu tabiiyeti bozuk düşman karakterlik insanlar. Allah bunu bizge dedi. Mana bularga sizlarga bir yaxshilik yetsa, ular uningga bir aram bo'lib ketadi. G'albi kelsa bir aram bo'ladi. Sizlarning bir aziz bo'lishinglarni, planlarga yetishinglarni xolamaydi. Agar sizlarga bir musibat kelsa, ular uning qo'shilib ketadi deydi. Ya'ni deydi-ki, biz burun demaganmi? Biz bularni agalandırmaganmi deydi. Münafıkның süfti şu. Münafık davamlı özünün toğır çıkıp kapkası kürenleydi. Ama başkalarının toğır çıkıp kapkası o çağda cim bulup kalıdınız kardeşler. İslam'a ve Müslüman'a ziyan kelgen vakitte, musibet kelgen vakitte küleyligen, üyüdü hatırcem yatalıgan, ya onun ulan benim nemişimdi dep, onu o Müslümanın işi bilen özünün otdosta hiçbir münasebeti yok dep yaşayalıgan bunda insan Müslümanların sır birişiga, fikirleşişiga ve ular bilen maslahat kılıp maslahat ilişiga dürüst bulmaydigan insanlar. Allah bunundan bizni to'sdi ve agalandırdı. Allah Teala ahirda bu düşmanliginin qanchalik kuchli bo'lsin, mayli o diniy nuqtadan kelib düşmanlik qilsin, mayli o manfaat nuqtasidan kelib düşmanlik qilsin, qandaq nuqtadan düşmanlik qilsin, ammo uningdan cho'qim bir saqlanadigan bir qural bor. Sizlar mushu qurolni ching tutsanglar, qo'lingizga elib shu qurol bilan qurollansanglar, sizlar saqlana olaysizlar deb bayon qilib in tasbiru va tattaqu la yazurrukum kayduhum shay'a dedi Allah bu oyatda. Yani agar sizlar mustahkam tasbiru degan ching tutsanglar deydi. Endi her qandaq bir da'vo deganning dushmani bo'ladi, her qandaq islohotning dushmani bo'ladi, haqiqatning dushmani bo'ladi. Xuddi hasalning atrofiga chivin ko'p, chumalar ko'p bo'lashgandek, her qandaq bir haqiqatning dushmani bo'ladi.
Ama o düşmanlıktan qutuluşning bir yo'li bor. O bo'lsa-mu tasbiru chin turish deydi Allah. Agar sizlar chin tursanglar. Ya'ni da'vogar davosida chin tursa, haqiqat egisi shu haqiqatda mazmut mustahkam tursa, va tattaqu taqvolik qilsanglar. Va tattaqu degan saqlansanglar degan o'sha dushmaninglarga sir berishdan, dushmaninglar bilan maslahatlashishdan, o'zinglar ishonmaydigan, ya'ni ishonchilik bo'lmagan odamlarga sirlaringlarni deyishdan saqlansanglar, ularning suiqasdlari sizlarga hech qanday bir ziyon yetkazolmaydi dedi Alloh. Bizga bu yerda Alloh ikki nuqtani o'rgatdi. Biri haqda, to'g'rida mustahkam turish. Ikkinchi ishonchilik bo'lmagan, sinalmagan, bunda odamlarga sir berishdan, maslahatlashishdan, o'zimizning ichki ahvollarni ularga xabardor qilishdan saqlana olsanglar, ya'ni tadbirini ola olsanglar, ularning suiqasdi ziyon yetkazolmaydi deydi. Har qanday dushman g'alaba qiladi, qanday vaqtda desa, qarshi tarafning ahvolini to'liq bilalaganda g'alaba qiladi aziz birodarlar. Sho'ng musulmon o'zining sirlarini, o'ziningki planlarini mao degan do'stlik, mao yaqinlik, mao tunishlik, mao binasilik deb dibi saqlana olsa, suiqasdni ziyon yetkazolmaydi. En aldı bilen utuqning g'albining yo'li har qanday bir da'vo bo'ladigan biri to'g'ri bo'lishi, ikkinchisi shuning egalari shuningda mustahkam turishi lozim. Voz kechmaslik lozim. Endi dushmanlik nima? Qaysi nuqtadan keladi desa, haqiqatning nurini o'chagili, da'voning yo'lini to'sqili, haqdan yiroqlashtirg'ili düşmanlık qiladi. Madam şu haqning egisi haqda o'lsam turman desa, o hech qanday ziyon yetkazolmaydi dedi Allah. La yazurrukum kaydum. Shuna biz mana bu Uyg'ur musulmonlari shuni bilish kerakki, dunyoda eng kuchli davatgan bir dushmanga madam o'zimizning iymondan iborat quroli bilan, to'g'ridan iborat quroli bilan va ölsem mi keçmeymen deydiğen bu mustahkem irade ve itikat bilen çin tutsak her kadar xatardan şikayetkili buludu. Bunun yolu bu. Çünkü Allah bu ayetin ağırısında ne mi deydi dese, İnnallaha bima ya'maluna muhit diyen bir ayet bunu deydi. Bu hakikaten Allah o düşmanlarının qilgan ishlarini qo'rshab tug'uchi deydi. Bu oyat zolimga qo'rquch bo'lgan oyat, mazlumga umid bo'lgan oyat, ojizga yulanjuk bo'lgan oyat, tasalli oyat bu. Chunki har qanday zolimning kuchi, har qanday jallatning eskiligi hemmisi Allah'ın kudret kolu içinde. Yani çangılı Allah'ın çangılı içinde. Deydi Allah, men ma mümin bendilerini sınavatımen, imtihan kılavatımen. Ama onun ahvalini men bülümen deydi Allah. Bu ahate degen bir bağını töt etrafından da tam kılıp soqqanlıqni, bağ qilganlıqni deydi. Yani sen sizlarning harakatinglar hamma ishinglar meningki nima, ya'ni qudrat doiramning ichida deydi Alloh taolo. Shuning uchun mana bu oyatni har bir bugungi kunda izilayotgan, xorlanayotgan, umid yulduzlari o'chayotgan, ko'z oldidagi yo'lini ko'rolmayotgan kishilar bu oyatni o'ziga Alloh subhanahu va taolodan bir ilhom sifatida qabul qilish lozim. Alloh hammani bilib turdi. Ammo Alloh uningga hikmat bilan shunda bir qilish fursatini bergan. Nimishqa? Haqning haq bo'lishi uchun,
haqiqatchining haqiqatchi bo'lish uchun oldidagi davanni axlab o'tish lozim. To'salg'idan chiqa olishi lozim u. Bu orqali Alloh saxta bilan haqiqiyni, yolg'onchi bilan rostchilni ayırmoqchi. Buni ayirib qo'yganda Allohga oson bu. Allohning qudrat qo'lida u. Deydi-ki Allah sizlar o'zingizning vazifalaringizni qilinglar. Ya'ni da'vodan kechmanglar, haqda mustahkam turinglar. Bu iymon islomning yo'lida keyninglarga chekinmanglar. Qaldisi mening ishim, mening qudratim o. deb Allah bizga bu oyat bilan bir tasalli qilyapti qarindoshlar. Oyatning 5iga kelsak, sizlar haqiqiy sog'lom bo'lgan mu'min musulmondan boshqa kishiga sir bermanglar, sirdashmanglar, ularni o'zinglarga bir xos do'st tutmanglar deganni bayon qilgandan keyin ularning kuchi, ularning har xil quvvati bo'lishi mumkin. Sizlar buningdan qo'rqmanglar, ammo bilinglarki Alloh taolo ularni sizlarni hammanglarni qo'rshab turibdi. Sizlar bu mustahkam tura olsanglar, qolisi mening vazifam deb Alloh taolo buyurdi. Bizga bayon qildi. Shuning uchun aziz mu'min musulmonlar, biz musulmonlarning qiladigan ishi haqda turish, to'g'rida turish, Qur'on hadisning yo'lida turish, musulmonlik prinsipimizning maydonida turish. Biz o'zimizning bu prinsipidan qachon shundoq chetnab ketsak, ana shu vaqtda biz ojiz bo'lamiz, xor bo'lamiz va maqsad manzillarimizga yetolmaymiz. Nimishqa bu bizning atrofimizdagi zo'r ko'rinayotgan, kuchli ko'rinayotgan dushman eng qudratli bir zotning qo'rshav ostida u. Biz o qo'rshav biz o'sha dushmandan qutulish uchun oldi bilan Allohga yorug'day bo'lishimiz lozim. Haqiqiy haqning egisi bo'lishimiz lozim. Biz bu haqda tavranmay tura olishimiz lozim. Onundan keyingisi Allohning ishi o. Chunki Alloh xalqa vaqtda dushmanlarning jazosini beralaydi. Dushmanlarga Alloh xalqa vaqtda oningki dushmanligining jazosini ko'rsatalaydi. Ama biz bu düşmanlık, suiqasd, ilmikir, her xil işlerin keynide biz müstahkem turammasak özümüzdeki to'g'ri haqiqat maydonida Allah subhanahu wa ta'ala bizni mana shunda tashlab qo'yaverdi bu dushmanga. Allah subhanahu wa ta'ala bizni haqda mustahkam to'g'ri yo'lda mustahkam nasib qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.